Mana biz onaxonlar bilan keldik uyligisiga. Bular O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan mehnat faxriysi ekan hammaligisi. Birligisi buxgalter, oliy toifadagi stomatolog, o'qituvchi, injener, professor и hozirda rektor adashmasam. Shunaqami? Prorektor, uzr. Bunaqa opa singillarni, bular opa singil ekan hammaligisi. Men anchadan bir ko'rmadim. Ahil Nina voqeasini eshitdim, Turpa voqeasini eshitdim. Xullas, onaxonlarga gap yo'q, umrligingiz uzoq bo'lsin, sog' bo'linglar, bolalaringlar, hammanglar rohatinglarni ko'rsin. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman o'zimning nomimdan. Endi sizlar bitta yaxshilab duo qilasizlar. Men nomerimni yozib oldinglar, to'g'rimi? Yozib oldinglar, ismimni yozib oldinglar. Keyingi safar kelasizlar, bir kun oldin qo'ng'iroq qilasizlar. Men sizlarni yana bitta duoga olib chiqib kelaman. Bo'ldi. Pul olish yo'q. Yo'q. Bu yo'q. Hammamizni pensiyamizga. Yo'q. Bu mendan sizlarga duoga sovg'a bo'ladi. Bu arzimas men uchun sovg'a. Hozir bitta duo, ikkinchi duo esingizdan chiqmasa, o'sha kelganingizda bir kun oldin aytib qo'ysanglar, albatta o'sha duo uchun olib chiqib qo'yaman. Qaytishda pulinglarni olaman. Qani bitta duo qilib qo'y onaxon. Xudovondi tanjonimiz sog' bo'lsin, umrimiz uzoq bo'lsin. Nodirjon, sizni ishlaringizga shunaqa haligi Xudovondi keyingi kunimizcha mashinalaringizni raqamlari o'zgarib, razmerlari o'zgarib, Kattalasizlar. Tanjoningiz sog' bo'lib, bolalarga bosh bering. Siz Nodirjon, meni katta o'g'limning otlari ham Nodirjon edi. Xudovondi Parvardigorim judayam bir ajoyib yigit edi. Umri qisqa ekan, ilohim. Uni ham umrini sizga qo'shib bergan. Aytganingiz. Tanjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Qo'shganingiz bilan qo'sha qarib, halol topgan pulingiz yaxshi kunlarga yetsin, ilohim. Farzandlaringizni rohatini ko'rib bering, onangiz o'rgilsin, ilohim. Tanjoningiz sog' bo'lsin, yana bir marotaba. Doim yo'lingizda ko'k chiroqli yonib tursin, ilohim. Bu opalaringizchi nihoyatda barakali, shunaqa fayzli, barakali. Bizlar otamiz otlari Fayzi Murod bo'lgan, biz hammamiz Fayziyevna biz. O'shaning uchun Maroma Fayziyevna bilan Muhabbat Fayziyevna bilan Saodat Fayziyevna bilan Fazilat Fayziyevna. Mana shundoq ajoyib insonlarni olib keldingiz. Yana bir martaba tanjoningiz sog' bo'lsin. Mendan bir narsa so'rasa, aytamanki, har bir inson kim baxtli desa, farzandini baxtini ko'rgan inson baxtli. Farzandlarining rohatini ko'rib yuring. Bizlarni bergan pullarchi arzimagan bo'lsa ham nihoyatda barakali. Qaysi inson bizdan bir so'm olsa agar, "Voy opa, shunaqa pulingiz barakali" deydi. O'shaning uchun siz bizlarni pulini olmayman demay, uni baraka uchun siz yo'q gapim quloq soling. Baraka uchun uni olib bitta joyga osib qo'ying xonada. Rosa baraka olib keladi. Barakali yigit bo'lib ko'paysin, borganingizcha ko'paysin, borganingizcha. Sizlar sog' bo'linglar, farzandinglar rohatini ko'ringlar. Yaxshilikda ham uchrashinglar, telefoninglarni albatta poylayman. Allohu akbar. Xo'p, sog' bo'lasizlar. Sizlarga ham rahmat. Maza qildim sizlar bilan kelib. Bunaqa opa singillarni men anchadan bir ko'rmagan edim. Sog' bo'lasizlar.